Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Umra safariga kelmoqchi bo'layotganlar. Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan umra safariga kelgan ziyoratchilarimiz Xudo xolasa Qubbo masjidi tomon ziyoratlarni amalga oshirib, undan so'ng Madina bo'ylab ziyoratlarni amalga oshirishyapti. Xudo xolasa ziyoratchilarimiz birin-ketin sekin astalik bilan chiqishyapti. Inshaalloh umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga Xudo xolasa juda ham chiroyli sharoitlar tayyorlanyapti va biz bilan mukammal umra qilishlikni istaganlar, chiroyli sharoitlarimizni kuzatishni istaganlar mana shu kanalga ulab qo'yaman. Mahmudjon Ro'zjonov kanaliga o'tsalaring 14 kunlik umra safarini to'la to'kis sharoitlari to'g'risida yoritiladi. Allohning fazli, Allohning rahmati ila inshaalloh Xudo xolasa mana Hoji akamdan men xolis bir intervyu olamiz. Hoji aka, bir vaqtingizni olaman endi. Mana siz menga ofisimga ham kelib o'tirmadingiz. Pasportlaringizni tashladingiz. Joyingizni bron qildim. Shart-sharoitlar, bizni kamchiliklarimiz to'g'risida ham gapiring. Xudo xolasa. Shart-sharoitlar Xudoga shukr yaxshi. Misol reys turilgan paytda mehmonxonadan joy qilib berishdi. Qarovsiz qolmadik. Bu yoqqa keldik. Mana 50 yoshlar xizmatda, Qubbo masjidi endi xurmo hamma joyida, juda joyida. Endi Xudo xolasa. kamchiligini topsak endi uyat bo'lar endi. Sizga Gastnitsa masofasini qancha dedi Madina Munavvarada sir bo'lmasa agar? Rostini aytsam, esimda yo'q-ku, lekin juda ham yaqin ekan. Hozir Gastnitsamiz qancha ekan masofasi? Birinchisi ekanda. Birinchi qator. Emas, o'lchab ko'rmadim. Birinchi Gastnitsa bizga ekan. 100 metr bormi? Taqriban inshaalloh. Xudo xolasa mana men Hoji akamga 300 metr masofadagi Madina Munavvarada Gastnitsa va'da qilgandim. Allohning fazli bilan mana Xudo xolasa ziyoratchilar yaqin joyda ekan. 100 metr masofadan Gastnitsaga joylashdik. Mana yosh katta Hoji dadaman bor. Hoji dada, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizmisiz? Allah umrlarga umr. Amin. Bilimlarga ilm qo'ysin. Amin. Mashlarni gaplashib mana bizlarni olib yuribsizlar. Amin. Allah sizlar bilan birga bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana dicha reysimiz surilib qolganda qiyinchilik bo'ldi. Yosh kattalarga hozir mana Madina Munavvaradagi Gastnitsamiz sizga manzur keldimi, Xudo xolasa? Yaxshi, yaxshi. Sharoitlari yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Masofalari-chi, masofalari? Yaxshi, masofalari ham yaxshi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hoji aka, mana sizchi? Yaxshi, rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar. Mana 100 metr joyga joylashganmiz. 100 metr, 100 metr keladi xolos. Necha namozlarni o'qiyapmiz. Bash kompaniyalarga, xizmat qilganlarga, jamiki mana shu bizni yo'l boshlayotganlarga hammasiga rahmat. Sog' bo'linglar. Tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya safariga qilaman. kelmoqchi bo'layotganlar. Hammaga tavsiya qilaman. Mana sharoit bo'lmay qolgan joylarda ham sharoit qilib olib chiqib ketishyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat Hoji dada. Xudo xolasa bizda endi yana yangi reyslarimiz bor. Centrum Holidays bilan umra safariga kelmoqchi bo'layotganlarga sizlarga juda ham chiroyli chegirmali reyslarimizdan biri 14 Toshkent Jidda, Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz amalga oshiriladi. Xudo xolasa bularning narxini $975 dan chegirmaga e'lon qildik. 17 Farg'ona Madina, Namangan Madina yo'nalishidagi reyslarimiz ham amalga oshiriladi. Xudo xolasa aynan ushbu reyslarimizdan ham bemalol umra safariga kelsalaring bo'ladi. Bundan tashqari 20-chiga Farg'ona Madina, Namangan Jidda, 22da Namangan Madina yo'nalishidagi reyslarimiz ham bo'ladi. Xudo xolasa. Labbay hojoni. Nima deysiz? Gapingizni eshitib keldim. Mana ayting, sharoitlar qali. Biz bilan umra safariga kelmoqchi bo'lganlarga gapiring. Mana shu Yaxshimi? Rosa yaxshi. Allohga Gastnitsa masofasi qanaqa ekan? Gastnitsa rosa yaxshi, joylar yaxshi, ozoda, chiroyli, hamma sharoitlar bor. Allohga shukr, shukrlarga yetkazganiga hammalarini Alloh yetkazsin. Mana shu Centrum Holidays. Centrum Holidays firmasi bilan kelinglar. Rosa yaxshi. Mazza qilib ziyorat qilib kelasizlar. Xudo xolasa. Xudoga shukr, alhamdulillah, shukrlarga yetkazganga hech ham qiynalmadik. Sharoitlar yaxshi, hammamiz loyim yaxshi ibodatlar qilib ketaylik. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Tanjonlar sog' bo'lsin. Mana shu bolalarni ham, hammalar Asadullohni ham, sizni ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Shunchalik xizmat qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Qayta birga kelishni nasib qilsin. Rahmat hojona, rahmat. Mana shu hojonalarimga o'xshab
Mana opa singillar kelganmisizlar? Mana opa singillar kelishni niyat qilganlar, xudo xolasa hammalaring yetishsin. Sizlarga ham manzur kelyaptimi? Yaxshimi hamma yo'q, xudo xolasa? Allohga shukr, yaxshi. Aha. Mana biz opa-singillar, opalarimiz bilan keldik. Shu Citroen firmasida juda sharoitlari ham yaxshi. Aha. Nimalarimiz ham, ibodatlarimiz ham vaqtida qilyapmiz. Mana bugun ekskursiyaga Qubo masjidiga kelib, namozlarni o'qib, Allohga shukr, inshaalloh shu hamma ibodatlarni mukammal bajarishimizga sharoit yaratib berishyapti. Xudo xolasa. Katta rahmat, xojona, sog' bo'linglar, rahmat. Xuddi shunaqangi biz reyslarimizda Umra safariga kelmoqchi bo'lganlarga ekrandagi raqamlarda O'zbekistondagi operatorlarimiz xizmatda aloqaga chiqinglar. Sizlarga inshaalloh chiroyli sharoit, aynan mana shu ziyoratchilarimiz qatori Umra safariga kelishlikda tavsiya qilib qolgan bo'lardik. Hammalaring bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin.